Assalamualaikum qarindoshlar. Men bugun noy chechilib qoldim. Mushu 6 top, 60 top, 70 topni qurdi ekanmiz. Vat ko'tilda aytganmiz, dinning gap qildi ekanmiz, anada manada gap qildi ekanmiz, manada gap qildi ekanmiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Hech vatan uchun, millat uchun deb baxtinglarmi? Balkim deyishinglar mumkin, taqdir pishansizlar yizilib ketdi deyishinglar mumkin, ba'zi manali insonlar. Qarab turib o'tni seppasak ne bo'ladi? Usqan puraydi. Sonu içi su sepetsek ne buldu? Pakı solu meyne sonu hemsin bulgaydı. Şunu o'xshash biz chet elga chiqib qoldirmiz. Hammamiz o'z manfaatimizda, o'z manfaatida o'tirgan shu ba'zi insonlar, noali insonlar izoh tortishinglar. Bir ayolni qaytirib berdi, burundan Tojikistonning jiqballarni qaytirib berdi, musharni qaytirib berdi. Sen tashkilot qurmoqchi quvonishib kirib o'lsamanda tashkilot sohiblari. Nimaga qursan sen tashkilotni? Sen millatingga, vataningga iç chiqanmiding? Milletin iç çıkamayvasan. Qo'yningda o'tirib, xotiningni issiq qo'ynida yetyapsan. Qo'zg'im shuni xo'sh. Kunim o'sa shuni qilib o'tyapsan. Tashkilot qurumcha quvonib qilsamda qilsan. Nim qilyapsan qilsan. Nim qilyapsan? Qilsan bir şey kelgan mushin bir şey kelgan bir şey kelishmasmi? Bu bir tashkilotchini bir şey bir kelsa deymi loyimash inshaalloh. Xo'sh o'ladim. Bir tashkilotchi bu yini bir şey qilib kelsa. Bizim vatanimizga zulm tortayotganlarni sen adam qatori ko'rmayotsa. Vatan tortayotgan datni qilsang anlamay jim turyotsa, tashkilot olti pulni taqib turiblar. Yeydigan narsani taqib turiblar, ani qilib mani ko'zing yumib turyotsa. Vatan qasi olanda, vatan qasi zulmda, qasi anit, qasi nima qilyotdi? Analarimiz, dadlarimiz, bolalarimiz hamma ko'rishyotsa. Buni oxirat hisobi yo'qmi qasangdan? Qasangda Alloh hisobini ammanda. Gözün aydın, Uygurlarım. Texib tutub bir vaxtda texin tutmasam sen haqqı az kelmiz hamda biz haqqı. Az. Uqdingmi? Xotinni pulni topsan 6 yerdan xotin elish, 6 yerdan uy elish, mashina elish, o'zingni qamdash, o'zingni kun o'tgan o'tishni qilish, xo'shalib o'tish. Sana vataning, millating, vijdoning g'ururini asqatmaydiganlar qasanga. Qarindoshlar, manda desam xafa bo'lib qolsangmi mayli, xafa bo'lsangmi mayli, xotinga chiqni, men vijdonim qaynab ketib bordi, men unda qilishma haq. 6 yerdan Qur'on kursashgan hisob emas, 6 yerdan dernek ichib olgan hisob emas. Har qanday vaqtida men millat deydigan ishqim ko'zini ichib qo'yish haqasan millatim. Unda qilishma. Haqqasani mushu bir-birlab og'zimni olsam, haqqasani bir-birlab ismini bergil turma qarindoshlar, unda qilishma. Pulga to'ymaydiganlar, vatandoshga to'ymaydiganlar, iqomatga o'tirib, moshada vatandoshga biribsiz ko'pir yugursa, pul biribsiz ko'pir yugursa, uzan chiqamsan xotin chiqarib qo'ysa, bekorlik narsa bor desa, mush bekorlik narsa nerdan keladi? Turkiya davlatidan tilashni bilasizlar. Turkiya davlati nerdan pul? Nerdan qazovatma pulni? Ondan bilisizlar-ku, vaqtda tat yana bir Cumhurbaşkanı tilashni bilsa qolsan. Nereden kelgan pulni nima qilyapti, kim xo'sh qilyapti shuni bilmaysan. Men yeydigan, ichadigan pullarni hech bir millatdan anglab baximnimga mening vatanim lozim, millatim lozim, men yeydiganlar oshqanmaydi ekan, men pulni olmaydimush, bizga bergan pulni vatandagi bir odamni bo'lsin qutuldi deyishni bilishmiding. Ayol zoti bo'lsin, akshi bo'lsin. Xotinlarni chiqarib qo'yishib. Albatta shu pullarni hammamiz yig'gan 500 ni qanchani taqatgan bilan yig'sak, hech bo'lmasa 10 ming dollarni yig'ib qoladi. Akilar aytqashdi, nima malaziyatkilar. Nima qilishga qolsang? Gap qilsa aqamni tilashni bilsa, tillash. Qancha men tillasam, shuncha meniki Xudoyim gunoyim yeni qilishib qolar. Nima qilishdan qolsang? Ovima saqa qarshi 6 yerdan 6 darnak kechish, 6 yerdan qopab on qilib, man qilib ko'rsatish o'zingni ovima, Facebook rasmini tap etib o'zingni ko'rsatish, on qildim, yomon qilcha ovima. Hammadan cho'ndisi bo'lgan marib. Qiyomat kuni shu qarizib qopasa marib. Mushinchik barni sen yo'l sepasam pulim yo'q pulim deb o'tirgan marib. O'tirgan o'ylaring, nechadan og'a o'ylaring haqqasoniki. Maxfi og'ana ba'ziligi ochilniki 2-3 og'a xotinlaring qiyomat kuni qo'yningda ilonchayan bo'lib ketibsin chaqa. Qutqung'izdan betar. Va vatanim sen asqatmamda qasoniki bir ummat qilib qo'ygan yaxshidan qiyomat oldidan chiqmamda men sizlarga sarab ketdim. Qarindoshlar, mush balla turmadik vaqtda men ochqayli, qilayli. Men tap ketdim. Hech bo'lmasa men pul bor, pul 6 ming dollar bo'lsa, menda pul bor, uyimni sotay. Uyimni satish yetmasa, jinimni sotay.
Vicdanımı satay, gururumu satay, namusumu satay. Ama qalsam gap antaldım. Qalsam nima qildim? Hamman o'zingning obro'yi bilan yutyapsa, ani taqasam Facebook chiqasam, men taqasam o'zimni ko'rsatyapsam, kunim o'sa bir kun shuni xo'shyapsam deb Alloh biladi, buni ichida nimlar bor Alloh biladi. Ani men tillayotgan ma'nolarda ajasdan baxayindishni boshqa ishing yo'q san haqniki. Men vatan millatning bo'vatidi, qaysi kun ko'ratishni haqasan qarim yo'q. 6 yerdan do'kon etsang, oshxona etsang, kirachilikqa pul topsam, oilamni boqsam, o'zim kunim o'tib kelsa, nima chatqima va haq bilan dishni, eng burun nima chatqimni va'b degan menga. Hech unutmayman. Ma balimda tutilib qapti, jimjit tutilmaydi degan ma'rif degan haqasam shu o'xshash haqsan. Xudoyim shu tashkilot sohiblarini Alloh havola etdim. Alloh ekan bag'u san xan qo'ng'ib hidoyat to'pib qo'ymasa, hamma o'xshash haqasa san haq. Unda qilishma. Unda qilishma, mening gapim ochiq. Men mashina qo'tilarni xotin istasarangdan sen nima desang dayva. Oqimni tillab yiqibsan, jalobni deb yiqibsan, jalob deb baqamsan, o'zimning o'zimga. Bir dimgina o'g'ir qamab, hammani ma yepishtirib popsan. Doish debsan, Suriyachi debsan, ishpin deb nim desang dishva, sen qani parvoyim pelak. Sen Uyg'urimning nimni qopab, bamedi Alloh berdi men rizqimni. Faqat Uyg'urlar yordam qilish kelganda, Alloh rozi olsun, ayol kishidan. Ayol kishilar yana yugurib, eng oldi yugurib qo'pyapti. İki Uyg'ur, iki kishini voy desa, onu ayollar yugurib qo'pyapmiz. Shunchalik pul oldingmi sen haq? Yo'q. Shunda deb ketdimmi? Mushlar unda qilmanglar. Hey, men hech bo'lmasa to'y qilib bo'lsin, o'zim kichik bo'lsin, qutuldirish uchun to'y qilib bo'lsin akilay. Yo'lni qilib beringlar. Hammani mushukda ko'miz jumishdan. Haq unda qilishma. Hammamiz o'limiz. Bu bishoplik telefon bor, shayton telefon ham yadi bor. Yaxshi gapsa yaxshi qilmadi, yomon gapsa yomon qilmadi. Biz hammamiz Qur'on Karim o'qiblar, o'tirib qolgan hisob emas. İmamma eng oldida bir-biriga ittifoqlashib, bir-biriga do'stlik qilishga, islomiy qarindoshni yetishtirishga iymon bo'ladi. Eng oldida. Biz islomiy qarindashimizga ha-hu deb bermasak, tomoshasini ko'rib o'tasak. Biz Qur'on Karim o'qib namozimizni Alloh qabul etsin. Qur'on Karim o'qidi, qari Qur'onimizni Rabbim qabul etsin. Ustozlarimizning. Shuni qilgan hisobma. Sizlar o'zlaringizda deyishmamsan boshini. Hech bo'lmasa qarindoshdan qutulishga sizlarga ko'zinglar yetmadimi? Muborak bo'lsin. Gazabimiz muborak bo'lsin biz haqqa. To'tini akirkatga adam, hanimni akirkatim. Shadim atugin atirib o'gilga Turkiya qilmaydi. Lekin qilmaydim degil olmaydi. Bizdan boshqa vijdon, g'urur degan narsa bo'lmasa, bu yerdan ko'zimiz aydin. Biz haq qancha zulm kasbag'i asqaq ekanmiz biz. Shundaqla deyman, tilisan tilishi va asqaq ekanmiz. Uqdingmi? Buningdan bag'i qilgan ishinglar davu Facebooklarga, WhatsApplarga ko'rsatishmay qolsin. Biz onu qildik, ma'ni qildik, izoat atinglar. Ash baldan ochiqda $6000 pul tepilamadimi? Ma chatlardan bag'i xil pul keldi. Kevatdi. $20,000 bo'lsa hozir bera olmayman. Allohga qattiq shukr. Kevatdi. Alloh ming qattiq shukr. Ayol hamshirlarimiz qilyapti. To'xtama. Hech bo'lmasa, hech qudratim yetmasa, uyimni sotib berman. Hozirmi deyman. Men 10 qarindishimizni qutuldigan ish bo'lsa, men jinim pido. Qaningni berma, jinim bermayman. Dinim uchun, vatanim uchun, millat uchun. Haqqasin qo'shash o'g'avadi deb o'g'allar ismini qo'yib olgan insonga o'xshash men yashashni xohlamayman. Men xotin kishi bo'lsammi, chechim uzun bo'lsinmi, Alloh meni ota-onam o'g'illar deb cho'ng qilgan. Uyamni bir qizi o'g'illar deb cho'ng qilgan. Men xotin kishi bo'lgan sifatim men o'zimni o'g'illar deb bilaman. Muborak bo'lsin. Qaytirib berganga izoh atmay anglashibsizlar-ku, muborak bo'lsin. To'g'ri, sahobalarga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birisi haqorat kelsa, hammamiz tik turamiz. Hech qanday haqorat keltirmaydi, tik turamiz. Ammo tikinanchi bu madaniy qarindishimizdi. Buni tik turishinglar kerakdi. Musulmonlarchilikda hammasi barobar bo'lish kerakdi. Ammo qalsanglar qila oldinglar. Muborak bo'lsin. Bugun 4 qarindoshlar ketdimi? Buningdagi nini qarindoshlar kelsa, sizlar shu o'tirib uyinglarda issiqlig'iman poloniya papanjini qo'yninglarda, xotinlar qo'ynida turib, kuninglarni o'tkazishinglarni hammanglarni shunda o'tkazgan kuninglarga
Mübarek olsun meday. Nima deysizlarga? Jığılıp qalğan pullarыңlarni-chu, ani qılımız manqıb jığılıp qalğan pullarını baxı, yotqan köp qilib, beshinglar issiq yotqan qilib yetinglar. Məştaq vaxtı mağmıgan, məştaq vaxtı uzaq aşı vətən qulağını yetmedi. Vətənimiz Türkiyəni biqindiki qarindaşlarga qulağına yetmey vətəniki qılanmanglar, müşna qulağını yetmegen oğavalı noçi. Mübarek olsun bizge. Men bağı özlemni bakmış dep Uygur diştim zat atgan bildim ey qasanlarning oldida. Uygur milleti Uygurning qizi dişkim zat atgan bildim ey. Oğavalı qasanda kullanmasa Uygurum sende kullangan bolsa. Nini insan tutup bakırkese bizge azke. Allah o günü aram qılsın, Allah o günü saqlasın. Otraş. Molla o'qib yeydi, to'qchi qilib yeydi. Qimavuz dettikam deb yeydi. Tijorat o'zim birini bash qilsam deb, xotinni qo'yni shukr qilib yotib yeydi deb o'g'inish, shuni qilish muborak bo'lsin qarindishlar. Va gapim bo'lsa ayramxon qilishchimi? Aldaqimda g'aybat qilishmay.